Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Bugun biz Shiktar oilasi hikoyasining navbatdagi qismini davom ettiramiz. Oldingi qismda Ahnof shariatni 3 taloq bilan ajratganini, Adilning hushidan ketib yiqilganini va Ohnaga ajrashish hujjati kelganini ko'rgandik. Keling, endi bundan keyin nima bo'lishini birgalikda tinglaymiz. Oxirida savollarimiz bo'ladi. Diqqat bilan eshiting, ajrashish hujjatini yuborayotgan bo'lsangiz, kelganingizda nega buncha bezovta bo'ldingiz? Ohna hech nima demayotganini ko'rib, Mahbubur Rahmon sokin ovozda Ohnaga dedi: "Bunga imzo chekib qo'y. Ularga yana jo'natish kerak." Ohna jimjit o'tiribdi. Ohnaning onasining chehrasi og'ir. U Ohnaning boshini silab dedi: "Qayg'urishga hech narsa yo'q. Bo'ladigan narsa bo'lib qoldi. Sening taqdiringga shu yozilgan ekan." U biroz to'xtab yana dedi: "Yaxshi yigit ko'rib, endi seni turmushga beramiz. Avvalgidek xato qilmaymiz. Eshiting, Ohnaning otasi, Kamol akaga ayting, yaxshi yigit, yaxshi oila ko'rib sovchi keltirsin. Kambag'al bo'lsa ham hech qanday muammo yo'q." Ohna hiqillab yiglab yubordi. Mahbubur Rahmon Ohnaning onasiga qattiq dedi: "Nima gap boshladingiz? Hozir buni aytishning vaqti emas. Ohna, hamma tashvishlarni qo'yib yubor. Men ertaga shahardan sening hujjatlaringni olib keldim va bugun yana seni yangidan o'qishga joylashtirdim. Kollejga borganingdan keyin ko'pchilik ko'p narsa deyishadi. Hech kimga hech narsa demoqchi bo'lmagil. Kimdir yomon gap aytsa, qayg'urma. Odamlarning og'zini yopib bo'lmaydi." Mahbubur Rahmon biroz to'xtab yana dedi: "Hamma sendan nega buncha marta kollej almashtirganingni so'raydi. Mendan ham ko'pchilik so'radi. Men aytdim, u yerda qulay bo'lmadi. Shuning uchun yana bu yerga qaytdi. Sen ham shuni aytasan." Ohna bosh chayqadi. Mahbubur Rahmon Ohnaning boshini silab dedi: "Bunga imzo chekib qo'y. Keyin kelib olaman. Va bu ovqatlarni yemadingmi? Sening yoqtirganingni olib keldim. Yemasang kasal bo'lib qolasan. Ohu, og'zingni ushlab ol. Hayotda ko'p bo'ronlar bo'ladi. To'xtab qolish mumkin emas. Kuchli bo'lish kerak." Ohna qisqa javob berdi: "Ha." Ular ketganidan keyin Ohna qo'liga qalam oldi. Ko'p urinishiga qaramay imzo cheka olmadi. Qog'ozni bir chekkaga uloqtirdi. Ko'z yoshlarini artdi. Yostigi yonida bir nechta chips paketlari yotibdi. Mahbubur Rahmon olib kelgan edi. Ohnaning yegisi kelmadi. Chips paketlariga qaraganida birdan Adil xayoliga keldi. Adil karavotda o'tirib ish qilayotgan edi. Ohna divanda o'tirib telefondan video ko'ryapti va birma-bir chipsni og'ziga tashlayapti. Adil yonboshlab bir necha marta Ohnaga qarab qo'ydi. Paketda yana bir nechta chips qolgan edi. Ohna keyin yeyman deb qo'yib qo'ydi. Qo'lida chips zarralari bor. Ohnaning o'rnidan turgisi kelmayapti. Ko'zi divanda yotgan Adilning oq rangli ko'ylagiga tushdi. Nimadir o'ylab Adilga qaradi Ohna. Adil diqqat bilan ish qilmoqda. Ohna asta ko'ylakka qo'lini artishni boshladi. O'shanda Adil baland ovozda dedi: "Hoy qiz, mening ko'ylagimga qo'lingni artayapsanmi?" Ohna Adilning qattiq gapini eshitib sakrab turdi. Divandan tushib Adilning oldiga borib turdi. Beliga qo'lini qo'yib dedi: "Nega bunday qilyapsiz?" Adil jahldor ovozda dedi: "Ko'ylagimni nega buzayapsan?" Ohna hayron bo'lib dedi: "Qayerda buzayapman? Bular chips zarralari. Silkitsang tozalanadi. Ko'rasizmi?" Ohna divandan ko'ylak va chips paketini olib, Adilning oldiga borib turdi. Ko'ylakni Adilning yuziga qarab silkita boshladi. Adil yuzini burishtirib dedi: "Ohna, nega meni bezovta qilyapsan?" Ohna dedi: "Siz axir mening ko'ylagingizni buzayapman dedingiz. Shuning uchun tozalab qo'ydim. Va sizni bezovta qilish menga yoqadi. Chips yeysizmi?" Adil bezovta bo'lib dedi: "Yo'q. Oldimdan yo'qol." Ohna nimadir o'ylab, paketdan bitta chipsni og'ziga soldi. Labining uchida tabassum osgan holda Adilga yana so'radi: "Chips yeysizmi?" Adil Ohnaga qarab og'zini ochib nimadir demoqchi bo'lganida, Ohna o'z og'zidagi chipsni chiqarib Adilning og'ziga tiqib qo'ydi. To'satdan bo'lgan voqeada Adilning ko'zlari katta-katta bo'lib qoldi. Nima bo'lganini tushunib, noutbukni bir chekkaga qo'yib, og'zini berkitib hammomga yugurdi. Ohna kulib-kulib karavotga o'tirdi. Adilni chiqayotganini ko'rib, telefonni olib, Nihaning xonasi tomon yugurdi. Adil Ohnaning ketayotganini ko'rib dedi: "Ohna, seni bir marta qo'lga olib qolay. Qanday qilib chips yedirish kerakligini yaxshilab tushuntirib beraman." Ohna javob bermay ketib qoldi. Orqasidan Adilning yana bir qancha tahdidlari eshitildi.
Eski xotiralar esiga tushgani bilan ohni baland ovozda kulib yubordi. Lekin bir zumda ko'zlari yana xiralashdi. Pichirlab dedi: "Sizni juda sogindim. Yaxshimisiz? Sizni juda ko'rmagim kelyapti." Adil She'riyat karavotda o'tirib uzum yeyapti. She'riyatdan biroz narida Mira o'tiribdi. Mira xavotirli ovozda dedi: "Ishni to'g'ri qilmadik shekilli. Adil bilsa nima qiladi, tushunyapsanmi?" Miraning so'zlariga quloq solmay, She'riyat oldinga qaradi. Yengil kulib dedi: "Qanday qilib bilsin? Bechora xotinining qayg'usidan shu kunlargacha kasalxonada yotibdi." Mira zaif ovozda dedi: "Ertaga kasalxonadan chiqarishadi. Va Adil nima deyotganini bilasanmi?" She'riyat peshonasini chimirib qaradi. "Nima dedi?" Mira o'rnidan turdi. She'riyatning oldiga kelib dedi: "Adil Ohnani olib kelish uchun borishini aytdi. Bir oila biz ajrashish hujjatini yuborganmiz. U yerga borib bilib qolsa, nima bo'lishi haqida hech qanday fikring bormi?" Mira biroz o'ylanib dedi: "Voy, Ohna imzo chekdimi?" She'riyat kinoya bilan kuldi. Keyin dedi: "Bu qiz yangi nomsiz mushuk edi. To'satdan yo'lbars bo'lib chiqdi. Gaplaridagi jasoratni ko'rdingmi? Qo'yib yubormayman uni. Shiktar uyiga uni boshqa kiritib bo'lmaydi." Mira o'tkir nigoh bilan She'riyatga qaradi. Achchiq ovozda dedi: "Ohnani qo'y. Sen axir meni Adilning yonida ko'tara olmading. Endi ko'ryapsanmi, oz o'rning yo'q bo'lgach, meni poydevor qilib Shiktar uyiga kirmoqchisan. Aqling bor deyish kerak. Kechirasiz, shaytoniy aql." She'riyat jahldor ovozda so'radi: "Nima demoqchisan?" Mira She'riyatning yonidan uzum olib yeya boshlab dedi: "Sen shuni xohlaysanki, Adil bilan Ohna ajrashgandan keyin Adil men bilan turmush qursin. Chunki sen mening hamma narsamni bilasan. Endi boshqa qiz kelsa, unda sening bu qilmishlaringni qabul qilmaydi. Aytchi, sen Adilni yaxshi ko'rasan-u, lekin meni uning yonida ko'tara olasanmi?" She'riyat istehzo bilan dedi: "Adilni sen ham yaxshi ko'rasan, lekin u hech qachon sendan tomon qaramadi. Adil seni uylantiradi degan orzular ko'ryapsan. O'sha orzuing amalga oshadimi? Agar tasodifan amalga oshib qolsa ham, seni ko'tarib qololardim. Lekin o'sha Ohnani emas. Uning uchun uydagilarning hammasi meni xorladi. Ahnof hammaning oldida meni shapaloq urdi. Ohnani jazolamasdan qo'ymayman." Mira She'riyatning gaplarini eshitib, jahl bilan qaynab ketdi. Nimadir demoqchi bo'lganida, She'riyat yana dedi: "Sen hozir kasalxonaga bor. U yerda qanday gaplar bo'lsa, hammasini menga xabar qil. Adilning ahvolidan xabar ber menga. Bir necha kundan keyin Shiktar uyiga qaytaman." Mira baland ovozda kulib yubordi. She'riyatga qarab dedi: "Sen esdan chiqarayotgandirsan. Hech qisi yo'q, eslatib qo'yaman. Ahnof akaning oldida hammaga taloq bergan. Siz ajrashgansiz. Sening Shiktar uyiga qaytishingning barcha yo'llari yopilgan, jonim." She'riyat o'rnidan turdi. Miraning oldiga kelib kuldi. Sokin ovozda dedi: "Biz ajrashganimiz yo'q." Mira hayron bo'lib so'radi: "Qanday qilib?" She'riyat labining uchida tabassum osgan holda javob berdi: "Chunki men homiladorman." Davomi bor. Bugungi hikoyamiz uchun savollar. Ohna nima uchun ajrashish hujjatiga imzo cheka olmadi? Sizningcha, uning his-tuyg'ulari qanday edi? Adil va Ohna o'rtasidagi chips xotirasi sizga qanday ta'sir qildi? Bu xotira hikoyaga qanday mazmun qo'shmoqda? Mira va She'riyat o'rtasidagi suhbatda kim ko'proq hiyla-nayrang qilyapti? Sizningcha, Mira She'riyatning qo'g'irchog'imi yoki o'z maqsadlari bormi? She'riyatning homiladorlik haqidagi da'vosi hikoyani qanday o'zgartiradi? Bu haqiqatmi yoki hiylami? Sizningcha, Adil Ohnani topib olganida nima bo'ladi? U ajrashish haqida bilib qolsa, qanday munosabat bildiradi? Aziz tinglovchilar, agar sizga ushbu hikoyaning davomini eshitish istagi bo'lsa, iltimos, izohlarda buni bildiring. Va shunga o'xshash ko'plab qiziqarli, ta'sirli va ibratli hikoyalarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosing. Hammangizga rahmat. Keyingi qismda ko'rishguncha, xayr.